Assalomu alaykum. Bu O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Shaxsi-Sabz shahridagi choy sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Kes Sut Savdo Baraka oilaviy korxonasi. Biz bu yerda sutni qayta ishlab chiqaramiz va 40 dan ortiq mahsulot ishlab chiqaramiz. Biz yuqori sifatli mozzarella mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun texnologik hamkor qidirayotgan edik. Bizning tadqiqotimiz bizni Chromax for Technology kompaniyasi olib keldi. Uning muhandislik yondashuvi va tayyor liniyalarni o'rnatish bizni juda hayratga soldi. Ular nafaqat mashinalarni, balki butun ishlab chiqarish jarayonini ham hisobga olgan professional tizimni taklif qilishdi. Ular taqdim etgan mashinalar ishlab chiqarish quvvati, mahsulot sifati va jarayonni boshqarish jihatidan a'lo darajada edi. Chromax for Technology bilan birgalikda biz mozzarella ishlab chiqarish liniyasi loyihasini yaxshi amalga oshirdik. Chromax kompaniyasiga bizni qo'llab-quvvatlaganiga va bizga yuqori sifatli mahsulotlar taqdim etgani uchun minnatdorchilik bildiramiz.